Askarlarning 150 mingdan ortig'i jang vaqtida halok bo'ldi. Tirik qolganlari u menga ham bormaydi. Nurkan, deyarli yetib keldik. Yana biroz chida. Xo'jayin. Uni tushir. Hech qisi yo'q. Manzilgacha olib boraman. U o'lgan. Qiziq. Bu ayol kim? U asir olindi. Koguryo bashoratchisi. Aytishlaricha, Tangri unga bashoratchilik qobiliyatini ato etganmish. Mumkin emas. Ular muqaddasdir. Bu kamon va nayza Koguryo asoschisi Ko Jumonga tegishli bo'lgan. Koguryo urushlarda g'alaba qozonishi uchun u bularni qizga topshirgan. Nayzaning uchini oyob toshdan yasalgan. Metaldan tayyorlanganiga qaraganda yengilroq va keskir sanaladi. Hukmdorim, aytishlaricha bu kamondan hech kim o'q uzolmas emish. Pxenyan yo'lida zabt etilmagan nima qoldi? Ansi qo'rg'oni zot oliylari. Ansi? Menimcha Ansi qo'rg'onini qiyinchiliksiz qo'lga kiritamiz. Albatta. Nega bunday fikrdasan? Ansi qo'rg'onining hukmdori Yanmanchuxunni Yon Kesemunning ko'ziga tushgan oq dog' deyish mumkin. Yon Kesemun qirolning o'limidan so'ng barcha qal'alarning hukmdorlarini to'pladi. Faqat Yanmanchuxungina uning chaqirig'ini javobsiz qoldirdi. U Yon Kesemunga qarshi chiqdimi? Asirga olingan Koguryo rahbariyati vakillarining gapiga qaraganda, Yanmanchuxun bilan bu ayolning o'rtasida nimadir bor emish. Nimadir bor? Bashoratchi bo'lishdan avval ular to'y qilishni rejalashtirgan ekan. Shunaqa degan. Bu yaxshi belgi. Endi bizni hech nima to'xtata olmaydi. Ansi qo'rg'onini kulini ko'kka sovuramiz. So'ng Pxenyanga yo'l olamiz. Xuddi shunday, hukmdorim. Samuel, Yanmanchuxunni uchratganmisan? Ikkimiz ham Ansi qo'rg'onidanmiz. Lekin bolaligidan u doim jang maydonida bo'lgan. U Ansi qo'rg'oniga qaytganida men Pxenyan qal'asiga ketib bo'lgandim. Ikkimiz hech qachon yuzlashmaganmiz. U qanaqa odam ekanini bilsang kerak. Yoshligida ko'plab janglarning qahramoni bo'lgan. Ammo hozir uni xoin deb chaqirishadi. Bu jangda nihoyatda ko'p askarlarimizdan ayrildik. Yanmanchuxun qayerda edi? U nafaqat menga qarshi chiqdi. Bu jangda hatto qorasini ham ko'rsatmadi. Xo'sh, sen bunga nima deysan? Buni kechirib bo'lmaydi. Seni chaqirganimning boisi ham shu. Vatandosh bo'lishingga qaramay, seni yosh jangchilarning sardori etib tayinladim. Sababi sen Yanmanchuxundan farqli o'laroq menga sodiqsan. Xuddi shunday zot oliylari. Samuel, Ansi qo'rg'oniga yo'l ol. Lekin hukmdor, Ansiga qayt va Yanmanchuxunni o'ldir.
Ammo men Xitoy armiyasi Ansiga yo'l olgan deb eshitdim. Nima bo'lganda ham Ansi Xitoy armiyasiga qarshi chiqa olmaydi. Ansidan-da kattaroq qal'alar ularni yenga olmadi. Ansi qo'rg'oni bir lahzadayoq yakson bo'ladi. Bir lahzadayoq. Shahar ahlichi? Yan Manchuxun izidan borganlar isyonchilardir. Biz esa Pxenyan qal'asiga boramiz. Qolgan qo'shinlarni to'plab Xitoy bilan jang qilaman. Sen esa xoin Yan Manchuxunni o'ldir va bizga qo'shil. Qo'lingdan keladimi? Halok bo'lishimga to'g'ri kelsa ham